O'quv markazini boshida ochgan vaqtimizda bizda hech qanaqa tizim bo'lmagan, hamma narsalar qog'oz variantda yurgizilgan va o'shaning uchun boshqaruvda qiyinchiliklar bo'lgan. EduTizim bizga birinchi navbatda o'sha marketing tomonidan, ya'ni lead oqimini to'g'ri boshqarishga yordam berdi. Hozirgi kunda biz bilamiz, EduTizim orqali qaysi lead sourcelardan qanaqa leadlar kelyapti, ular sifatli yoki sifatsizligini nazorat qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Bekchanov Dostonbek. Urganch shahrida joylashgan Yupro o'quv markazi asoschisi bo'laman. O'quv markazimiz asosiy ingliz tili va matematika fanlariga ixtisoslashgan. Hozirgi kunda 200 dan ortiq o'quvchi o'qib kelmoqda. O'quv markazi ochishimizning asosiy sabablaridan biri ta'lim sohasidagi muammolarni ko'rganmiz va undan tashqari shu savobli yo'lda xizmat qilishni xohlab ta'lim biznesiga kirib kelganmiz. O'quv markazini boshida ochgan vaqtimizda bizda hech qanaqa tizim bo'lmagan, hamma narsalar qog'oz variantda yurgizilgan va o'shaning uchun boshqaruvda qiyinchiliklar bo'lgan. Masalan, oyliklarni hisoblashda qiyinchiliklar bo'lgan, yangi o'quvchilarning kelishi, ularni zapis qilganda hammasi bizda qog'oz variantda bo'lgan. O'shaning uchun ko'plab muammolar bo'lgan. Keyin biz buni tizimlashtirishga harakatni boshlaganmiz. O'quv markazini tizimlashtirishni boshlagan vaqtimizda ko'plab O'zbekistondagi LMS tizimlaridan foydalanib ko'rganmiz. 3 ta 4 tasidan foydalanib ko'rganmiz va ular orasida eng optimal yechim biz EduTizim deb bilganmiz va hozirda mana 1 yil bo'ldi EduTizimdan foydalanib kelmoqdamiz. EduTizimdan foydalangandan boshlagandan keyin biznes protsesni boshlang'ich qismi, masalan, marketing bo'ladigan bo'lsa, lead generatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan boshlab ta'lim sohasi bo'lsin, ularni o'qitish bo'lsin va oxirgi bosqich masalan moliya bo'ladigan bo'lsa, barcha joyini bizga EduTizim orqali tizimlashtirib bildik. EduTizim bizga birinchi navbatda o'sha marketing tomonidan, ya'ni lead oqimini to'g'ri boshqarishga yordam berdi. Hozirgi kunda biz bilamiz, EduTizim orqali qaysi lead sourcelardan qanaqa leadlar kelyapti, ular sifatli yoki sifatsizligini nazorat qilsak bo'ladi. Sotuv bo'limiga ham bizga EduTizim ko'plab yordam berdi. Sotuv bo'limiga keladigan bo'lsak, qaysi sotuv menejerimiz bizda ko'proq sotuv konversiyasi bilan sotyapti yoki bo'lmasam qanaqa muammolarga uchrayapti sotuv jarayonida, qayerda bottleneck bor, bularni bizga aniqlashimizga ham EduTizim katta yordam beryapti. Har bir biznesning asosiy bir suyagi, asosiy qismi bu moliya bo'limi bo'lgani uchun moliyada ham bizda ko'plab muammolar bo'lgan oldin EduTizim ustanov qilishimizdan oldin, ya'ni oyliklarni to'lashda, undan tashqari cash flow yurgizishimizda, kirim-chiqimlarni, xarajatlarni biz oy oxirida analiz qilishimizda, ularni ko'rib chiqishimizda ko'plab muammolar bo'lgan. EduTizim bizga bergan asosiy yechimlardan bittasi ham o'sha moliya bo'limiga bizga tizimli yechim bergan. Ya'ni biz hozirgi kunda EduTizim orqali necha pul bizga tushum bo'lyapti va necha pul xarajat bo'lyapti, qaysi joylarga biz xarajat qilyapmiz, ularning hammasini biz nazorat qilib borsak bo'ladi. Har bir biznesni rivojlantirish uchun albatta mijozlar tomonidan berilgan tavsiyalar juda muhim. Va EduTizimda buni javobi bor. Sababi EduTizim platformasi bizga o'quv markazi uchun alohida platforma, bizani mijozlar uchun, ya'ni o'quvchilar uchun alohida, ularning ota-onalari uchun alohida platformalar taklif qildi va undan tashqari o'qituvchilar uchun alohida platforma qildi va bularning hammasini bitta joyga yig'ib berdi. O'qituvchilarimiz tomonidan darslar qanaqa ketyapti, bularning hammasini o'quvchilarimiz baholab boradi va bu orqali biz ta'lim bo'limimizning sifatini nazorat qilsak bo'ladi. Masalan, bizga EduTizim o'quvchilar tomonidan darslarning baholanishi va undan tashqari o'quvchilarning ota-onalari tomonidan qanaqa taklif va shikoyatlari bo'lsa, bularni avtomatik tarzda bizga kelishiga yordam berdi va buni doimiy tarzda bizani sifat nazorati bo'limimiz ko'rib boradi va biz ularga qo'ldan kelgancha maksimalni eng optimal yechimlarni berib, ta'lim bo'limimizdagi sifatni ham yaxshilab kelmoqdamiz. Yangi ta'lim sohasiga biznes kiradigan bo'lsa, bu bog'cha bo'lsin yoki bo'lmasam o'quv markazi sohasi bo'lsin, maktab bo'lsin, buni tizimli boshqarishni tavsiya qilamiz. Sababi tizimsiz boshqarishda biz o'syapmizmi yoki bo'lmasam orqaga ketyaptimi, biz plyusdamiz, minusdamiz, buni tracking qilishni, buni ko'rib borishning iloji yo'q. O'shaning uchun tizimli boshqaruvni taklif qilamiz va iloji boricha CRM, LMS va IP telefoniyalarni biznesni boshidan ustanovka qilib olishni va undan samarali foydalanishni taklif qilamiz.